Ko'pchilik aksiya deydi, lekin bunaqa aksiya qilmaydi. Xalqim hayit munosabati bilan ko'ringlar. Vobshe aksiyani shkalati bor. Bu yerda Makitadan 4 talik naborimiz. Qani ketdi. Bu yerda birinchi shu poyot chiqadi, hozir shu poyot suvga ham tushadi. Suvga indamasdan ishlab beradi. Ichida ikkita batareyalar bilan chiqadi. Hop, keyin bu yerda hop bolgarkasi chiqadi. Ibette, bunisini ko'rmasanglar bo'lmaydi, bor-ku. Ochib attenni ko'rsatmasa bo'lmaydi buni. Voy. Buni qaranglar akalar. Yo'q narsani o'zi yo'q, bor-ku. Hamma narsa bor. Uyga kerakli bo'lgan hamma narsa bor. 11dan tortib shu yerda mayda juda galopkalargacha 58 talik nabor to'plarni. Ibette bolgarkaga qo'shib ishlatinglar, pila nasatkasi chiqadi. Ulgurib olmasanglar bo'lmaydi, bor-ku. Narxi vobshe shkalat narx qo'yotibdi. Bunaqa narxda qaytib O'rizordimi, Yuboy bozorda 85 marta aylanib ham topa olmaysizlar, bor-ku. Hop, qancha deb o'ylaysizlar narxini? Gapni cho'zmayman. 950 ming so'mga xarid qilib olsanglar, qilib oldinglar. Ana. Voy, bular ham nerjanka xromiy varianti bor mana. Umuman zanglamaydigan materiallari ham po'latda, original. Shu po'latdan ko'rdinglar, suvga ham bemalol ishlaydi. Video cho'zilib ketadi, shuning uchun yengil qilib qo'ya qoldim. Ulgurib qolinglar, bolgarkalari ham regrovkali bolgarka, unaqa tufta bolgarkalardan emas. Men tufta narsa qo'shmayman. Davay, pastga nomerga aloqaga chiqamiz. Xalqim nima gap? Xalqimning xizmatini qilgani mana kerak. Xalqim nimalar qilib tashladinglar? Hozir foydalanib qo'yinglar. Ibette 950 ming. Xalqim nimaga charchamayapsizlarmi?